Bugun sizga ko'pchilik eshitmagan, lekin juda ham katta talabga ega bo'lgan noyob operatsiya haqida ma'lumot beramiz. Bugungi bemorimiz Salima Yorqinoy 70-yilda tug'ilgan. Biz Andijon viloyat travmatologiya ortopediya shifoxonasi bo'g'imlar patologiyasi bo'limida bemorlarni davolash ishlarini olib boramiz. Yangi 3 yil oldin Turkiyaning Bursa shahridan SPF terapiya, ya'ni qorin bo'shlig'idagi yog'lardagi mezenximal o'zak hujayralarini shikastlangan bo'g'im yuzasiga ko'chirib o'tkazish texnologiyasini 3 yildan beri bu yerda olib boramiz. Hozir 200 dan ortiq bemorlarimizda bu jarrohlik amaliyoti siz yengil usullari bilan o'tkazildi. Assalomu alaykum. Men Salima Yorqinoy, Shahrixon tumani Aynavoq qishlog'idan kelman больницasiga, davolangani keldim sinoq больницasiga, travmatologiyasiga. Tizzalarimda yemirilish bor, 4-darajada edi. Shunga qorindan yog' olish metodikasi, operatsiyasi bo'layotgan ekan, shuni tuzalgan insonlardan kelib, eshitib, kelib davolanishga kelib, mana hozir kirib ketyapman. Bu bemorda bir necha bor operativ muolajalar o'tkazilgan. Tizza bo'g'imida traditsion usulda kesmalar bilan gipsli bog'lamda menisklar olib tashlangan. O'ng tizzasida ham, chap tizza bo'g'imida ham. Shuning uchun bemorda artroz rivojlanib, sinavit menisklarda chandiqli to'qimalar, bo'g'imda tog'ay qismlari to'liq ko'chib ketib, bemorimizda hozirgi kunda 3-darajali deformatsiya artroz, yurish funksiyasining buzilishligi, harakatlarda cheklanishi bo'ligi uchun bemorda o'sha shikastlangan bo'g'im yuzalariga yangi texnologiya bo'yicha o'zak hujayralarni ko'chirib o'tkazamiz. SPV metodikasi bu tanadagi o'z yog'ini xavfsiz tarzda boshqa sohaga ko'chirib o'tkazish texnologiyasi. Uning eng katta ustunligi organizm o'z hujayrasini o'zi tanib oladi, rad etish bo'lmaydi. Natija esa tabiiy chiqadi. Bu metodika chet el klinikalarida odatda juda qimmat, 3-5 ming dollardan boshlanadi. Ammo Andijonda u xalq uchun moslashgan narxda, sifatdan voz kechmagan holatda bajariladi. Bugungi SPF operatsiyasi bu shifoxona jamoasini innovatsiyaga intilishi va bemorlar uchun eng yaxshi sharoit yaratishga bo'lgan harakatlarining amaliy namunasidir.